narxini aytaman. Oreoli 100 gram 45 ming, nonli morojniy 45 ming, fruktalarniki 55 ming 100 grammi. Mana bu yerda bu morojniylardan ham bor. Har xilidan apelsin, fruktali. Bularni 100 grammi, buni 50 ming so'm 100 grammi. Bu yerda har xil hisob qo'yganmiz. 40 ming, 30 ming. Mana. Imambetda 25 ming bular, bilasizlar. Ko'p aytaman. 50 minglik frukta bor, mix qilingan. Bu yerda ham frukti bor, ham morojniy bor, 70 ming so'm. Kofe lukum вообще zo'r ketgan, 40 ming. Kakaoli bodom 40 minglik, mazasi zo'r. Shokolad belgiyskiy, fruktoviy 30 ming, shokolad mix 40 ming. Bu yerda 10 mingdan imbir bor. Buni o'zini yeyish yaxshi ko'radiganlar ham bor. Просто shunda limon choyga imbirli choy qilib solib ichadiganlar ham bor. Zo'r, 10 ming so'mdan sotib qo'yganmiz. Bunaqa narx hech qayerda yo'q, ishoninglar, hech qayerda. Marshmallow bor 25 ming. 60 mingdan mix shokolad bor. 25 mingdan chaqchuqlar bor. 50 mingdan fruktalar bor. 50 ming so'm, mana shu 50 ming. 100 minglik shokolad, mix belgiyskiylar. 60 ming so'm mix shokolad. Bular askarlarimizga qaranglar. 30 mingdan marmeladkalar. Bular turetskiy halol. Xo'p, 20 mingdan qurtlar, Qashqadaryoniki. Bunisi 30 ming so'm, mix solingan. Marmeladlar 60 ming turetskiy, 45 ming turetskiy. Mana. Pudinglar 5 mingdan, har xil vkus bor buni ham.